Toshkentda bugun Turkiy universitetlar ittifoqining 8-bosh assambleyasi o'z ishini boshladi. Mazkur xalqaro anjumanda Turkiy davlatlarining ta'lim, fan va madaniyat sohasidagi hamkorligini chuqurlashtirish masalasi muhokama etilmoqda. Tadbirda Turkiy davlatlar tashkiloti, Turksoy, Turkiy akademiya, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rahbarlari hamda a'zo universitetlar rektor va prorektorlari ishtirok etmoqda. Bugun Toshkent xalqaro universiteti raisligida Turkiy davlatlar universiteti ittifoqining navbatdagi 8-assambleyasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu assambleya doirasida 100 ga yaqin xorijiy mehmonlar, universitetlar vakillari, rektorlar, prorektorlar ishtirok etishyapti. Kun tartibida yangi a'zolarni qabul qilish, o'rg'un almashinuv dasturini takomillashtirish, doimiy kotibiyat va maxsus jamg'arma tashkil etish, ilmiy tadqiqot va innovatsiya sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilinmoqda. Bugungi konferensiyamiz, ayniqsa 8-umumiy qurultoy Turk Unip juda muhim yig'ilishdir, chunki endilikda turk davlatlari o'rtasida, ayniqsa ta'lim va fan sohasida juda muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. O'zbekiston tomonidan Turkiy ilm-fan va innovatsiyalar kunlarini tashkil etish tashabbusi ilgari surilmoqda. Asosiy yig'ilishdan so'ng o'zbek universitetlarining ko'rgazmasi va universitetlar o'rtasidagi uchrashuvlar o'tkaziladi.